Biz hozir navbatdagi xaridarimizning uyine keldik. Navbatdagi xaridarimiz bizlerden usunday 6 adamlık ajoyib stol hamda stulchikni olgan edi. Aksiya bo'layotgan vaqtda olib qolgan edi. Usunday sapali, sapasi yaxshi, ajoyib 6 adamlık stol hamda stulchiklar. Xaridarimiz do'konimizga kelgan vaqtda ugolok mebellarni ko'rdi. Ham biz xaridarimizga o'sha 6 adamlık stol hamda stulchiklarni usunib etdik. Ugolok mebellar sal ulkanlik bo'lib ketuvi sebepli o'sha 6 adamlık stol hamda stulchiklardan tanlagan edik. Ko'rib turganinizday asxonasina jarasimli bo'lib, mebelleri bilan ajoyib bo'lib jarasib turibdi. Kimga o'shunday 6 adamlık stol hamda stulchiklar kerak bo'lsa, hozir do'konlarimizda yana 3 kun davomida aksiyaga qo'yildi bu stol hamda stulchiklar. Bularning har turli rengidan, har turli dizaynlardan topa olasiz. Xohlasangiz hech qanday boshlang'ich to'lamsiz bo'lib to'lovga olib ketsangiz ham bo'ladi. Barchangizni do'konimizda kutib qolamiz. Aksiyamiz 17-noyabrgacha davom etadi. Aksiyamizga ulgurib qoling. Assalomu alaykum. Bugun bizlar o'zimizning asxonamiz uchun Bereket savdo o'rayidan 6 stulchikli mebelda aksiyada bo'layotgan ekan, aksiyadan foydalanib o'zimizga xarid qildik. O'zimizga unadi, mebellarning safasi juda yaxshi ekan. Buni hammangizga maslahat etib qolaman. Savdo aksiyalar davom etayotgan ekan. Aksiyadan foydalanib qoling. Bereket savdoga rahmat. Bereket savdo o'rayi, uyingiz chiroyi.